yosh san'atsevar bolalar hammamizni hayratda qoldirdi. Ularning ijrosini ko'rmagan inson qolmadi. Hatto boshqa davlatlarda ham katta qiziqish bilan tomosha qilinmoqda. Afsonaviy Tarkan ham kommentlarda layk bosib, iliq fikrlar va motivatsiya bildiribdi. Ayniqsa emotsiyaga berilib ijro qilayotgan Dostonbek va boshqa bolalardan ko'z uzib bo'lmaydi. Ularning ijrosida katta orzular va ishonch bor. Hali bu dunyoni zabt etamiz deyotgandek. Bolalarga omad va ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yashashsin bunday o'g'lonlar. Inshaalloh mening farzandim ham shunday mashhur, el tanigan, ota-onasining boshini baland qiladigan bo'lsin. Bunday tarbiya bergan otalarga ming rahmat. Yo'llari ochiq, kelajagi porloq bo'lsin. Zo'r bo'linglar bolalar, osmonlar sizniki. Agar xohlasang yana yanada